Assalomu alaykum aka-ukalar. 2017-yil Kia Rio kelgan. Mexanikada. Ko'rinishlari normal. Hay savdosi bor 700 ming deyapti. Nalichi bo'lsa 650 mingga gaplashib bersa bo'ladi. Ko'rinishlari mana shu qoladi. Biron kamchilik kuzovda yo'q. Motor tik ishlab turibdi. Probegi 180 ming ekan. Kому интересно bo'lsa, nabirat qilaverasizlar. Mana shunday holatda hozir ichkarilarni ko'rsatamiz. Ikkita elektr stiklo ko'taradigan bor. Rol mana bunday holatda hammasi siqillab ishlab turibdi. Range Rover'lari hammasi joyida. Probegi 180 ming. Mayda judalarni aytayotmasak. Deskripsiyalari bor. Orqalari bunday toza, chista, bitta moyka qilasizlar. G'izillatib aytaverasizlar. Kimga interesli bo'lsa, ofisialga qo'ygan nomerga telefon qilasizlar.